Xalqaro savdo qilmoqchimisiz? Yukingizni chet eldan olib kelmoqchimisiz yoki eksport qilishni rejalashtiryapsizmi? Shunda siz albatta bojxona jarayonlariga duch kelasiz. Ko'pchilik bojxona deganda faqat soliqlar va rasmiylashtirishni tushunadi. Aslida esa bu juda muhim bosqich. Agar hamma hujjatlar to'g'ri bo'lmasa, yukingiz uzoq vaqt to'xtab qolishi yoki umuman manzilga yetib bormasligi mumkin. Keling, asosiy jihatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, bojxona jarayoni import va eksport uchun farq qiladi, lekin umumiy tartib quyidagicha. Bojxonadan o'tish uchun sizga quyidagi asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Invoice, ya'ni hisob faktura, tovar narxi va tafsilotlari yozilgan hujjat. Packing list, ya'ni qadoqlash ro'yxati, yukning vazni, o'lchami va miqdori ko'rsatilgan hujjat. Kelib chiqish sertifikati, mahsulot qayerda ishlab chiqarilganini tasdiqlaydi. Bojxona deklaratsiyasi yuk haqida rasmiy ma'lumot beradigan hujjat. Har bir mamlakat bojxona to'lovlarini o'z qoidalariga ko'ra belgilaydi. Asosan quyidagilar to'lanadi. Bojxona boji yuk turiga qarab hisoblanadi. HQS, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i. Ko'p hollarda mahsulot narxining 12-20% ni tashkil etadi. Aksiz soliqlari, ayrim mahsulotlarga qo'shimcha soliqlar mavjud. Bojxona xodimlari yukni tekshirishlari mumkin. Ayrim mahsulotlar uchun maxsus ruxsatnomalar ham talab etiladi. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlari uchun sanitariya sertifikati, elektronika yoki farmatsevtika mahsulotlari uchun maxsus litsenziyalar. Bojxona jarayoni qanday kechadi? Yuk mamlakat chegarasiga keladi, hujjat bojxonaga topshiriladi, inspeksiya va bojxona to'lovlari amalga oshiriladi. Tasdiqlangandan keyin yuk rasmiy ravishda chiqariladi va manzilga yetkaziladi. E'tibor bering, agar hujjat to'liq bo'lmasa yoki noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa, bojxona yukni ushlab turishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni oldindan tayyorlash juda muhim. Bojxona jarayonlari avvaliga murakkab ko'rinishi mumkin, lekin agar to'g'ri tayyorgarlik ko'rsangiz, hammasi silliq o'tadi.